Bir oyda 5 million pul ishlaysiz. Sotolmasam-chi degan qo'rquv bu mashhur qo'rquvlardan biri. Statistika ma'lumotlariga qaraganda, bir yilda O'zbekistonda 300 mingta to'y bo'lib o'tadi. Bu 300 mingta kelin bo'ladi degani. Bizning asosiy xaridorlarimiz kelinlar hisoblanadi. Sizdan har bitta kiyimlariga moslab aksessuar, abadoklar, diadema, korona, tilla qosh, juda ham ko'p turlaridan kiyimlarning rangiga moslab naborlar xarid qilishadi. Har bitta naborlar kamida 300 ming so'm, 500 ming so'mdan boshlanadi. 300 mingta kelin degani bu mana shu stadiondagi insonlardan 3 barobar ko'proq degani. Nahotki siz 300 mingta kelindan atiga 10 tasiga bir oyda yasab bera olmaysiz. Atiga 10 tasiga siz 500 mingdan nabor sotgan vaqtingiz siz bir oyda 5 million pul ishlaysiz. Keyinchalik sizni muammoingiz kimga sotish emas, mijozlarga vaqtida ko'p miqdorda yetkazib berish bo'lib qolishi mumkin. Xuddi o'quvchilarim singari hamma zakazlarga ulgurmasdan charchab qolishlaringiz ham mumkin. Boshlang'ich ish qurollarini bepulga sovg'a qilib jo'natamiz. Buning uchun quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali bog'lanib kursga yozilishingiz mumkin.